Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch xushxabar. Tezkor yangilik. O'zbekistonda 1-may sanasidan boshlab o'zbeklar hayotida va qonunchiligimizda nimalar o'zgardi? Pensiyalar, nafaqalar, bolalar puli, oyliklar va maoshlar qancha bo'lgani haqida barcha savollaringizga ushbu videorolikda javob topasiz. Tezda videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 1-may sanasidan boshlab O'zbekistonda nimalar o'zgardi? Mana Xushxabar YouTube kanali O'zbekistondagi qonunchilikdagi barcha yangiliklar va o'zgarishlarni siz azizlarning e'tiboriga havola etadi. Birinchi, Umra tadbirlariga borish uchun yagona portaldan ro'yxatdan o'tish shart bo'ladi. Ikkinchi, alimentdan qarzi bor shaxslar qarz to'liq to'lanmagunicha yillik bitimlar tuzish va davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Uchinchi, mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlar bakalavriatga alohida kvota asosida hujjat topshirishi mumkin bo'ladi. To'rtinchi, 1-may sanasidan boshlab Toshkent-Xiva yo'nalishida Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdi qatnovlari yo'lga qo'yildi. 5. Har oyning 10 va 25 sanalarida avtomobilsiz kun, avtomobilsiz hafta aksiyasi endi o'tkaziladi. 6. 10 000 qadam piyoda tajribasi qayta tiklanib, sog'lom turmush tarzi platformasi faoliyati yana yo'lga qo'yildi. 7. Infarkt va insultga qarshi kurashish milliy dasturi ishga tushirildi. 30 yoshdan oshgan aholi o'tkir yurak qon tomiri va cerebrovaskulyar kasalligini erta aniqlash maqsadida har yili tekshiruvdan o'tkaziladi, deyiladi xabarda.